Bugun sizlar bilan birgalikda Acara'ning mashhur bo'lgan D200i qulf haqida gaplashamiz. Face ID yordamida ochishingiz mumkin. Undan tashqari bir nechta yo'l bilan komplektini ko'rib ko'rishingiz mumkin. Barcha ehtiyot qismlari to'plangan o'rnatishni bugun o'rganamiz. Telefonga ulashni va eshigiga qanaqa qilib o'rnatilishini ko'rsatib ketamiz. Biz maketga o'rnatamiz. Hozir sizlarga maket misolida bu videoni ko'rsatib boramiz. Agar sizlar asosiy eshigiga o'rnatmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu razmerlarga e'tibor bergan holda joylashtirib o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Birinchidan hozir sizlarga razmerlarni ko'rsatib ketamiz. Instruksiyasida mana shunaqa chizmasi ham bor. Buni sizlar usta yordamida amalga oshirishingiz mumkin. Agar qo'lingizdan kelmasa, bizga bog'laninglar. Biz mutaxassis jo'natamiz va o'rnatishga sizlarga yordam beramiz. Qulfimiz ikki qismdan iborat, tashqi va ichki. Ichkisida ko'rib turishingiz mumkin. Avtomatik knopkalar bor. Ular yordamida eshikni ochib, qulflashingiz mumkin. Korpusini ochadigan bo'lsa, ichkari qismda akkumulyator uchun joy ajratilgan. Undan tashqari nastroyka va zbros tugmalarini ko'rib turamiz. Komplektda yana kalit chiqadi. Agar mabodo qulfingiz zaryadi o'chib qoladigan bo'lsa, kalit yordamida tashqaridan ochishingiz mumkin bo'ladi. Lekin umumiy olganda zaryad ozgina qolganda telefoningizga уведомление keladi va sizlar akkumulyator almashtirishga yoki qayta to'ldirishga ulgurasizlar. Qulfimizni o'ng va chap eshiklarga o'rnatsa bo'ladi. Buni mana tashqi tilini ochgan holda o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, biz tayyor maketga buni o'sha chizma asosida o'rnatyapmiz. Birinchidan hozir hammasini ko'rib borasizlar. Agar sizlarda yana eslatib ketaman, qiyinchiliklar tug'ilayotgan bo'lsa yoki o'rnata olmasanglar, mutaxassisga murojaat qilinglar, chunki mutaxassis sifatli o'rnatib beradi. Ertaga hech qanaqa qiyinchiliklar va buzilishlar bo'lmaydi. Qulfimizni tashqi qismini o'rnatamiz. Ehtiyotkorlik bilan kabellarni o'tkazib, ichkari qismdagi joyga ulab, ikkalasini birlashtirgan holda buni joylashtirib qotiramiz. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan joylari juda ham ko'p. Ko'rib turishingiz mumkin. Razmerlari qotirish uchun boltni diametri, uzunligi shuni inobatga olish kerak. Chunki noto'g'ri kesib qo'ysanglar yoki o'rnatib qo'ysanglar, eshik noto'g'ri ishlashi mumkin. Qulfimizni o'rnatib oldik. Endi Acara ilovasi yordamida buni mobil ilovaga ulaymiz. Poyeskdan biz qulfimizni topib, zbros va nastroyka tugmasini bosgan holda birinchidan ketma-ketlik bo'yicha buni ulab olamiz. Administrator parolini ulab olganimizdan keyin Face ID qo'shamiz. Bu qulfimizni biz bir nechta yo'l bilan ochishimiz mumkin. Telefon orqali, parol, NFC va Face ID yordamida ochishingiz mumkin bo'ladi. Uyga ichkari qismidan ko'rib turishingiz mumkin. Avtomatik knopka yordamida eshigimizni ochishimiz mumkin va yopib qo'yishimiz mumkin. Umumiy olganda ilova yordamida eshikni qanchadir vaqtdan keyin yopilishi yoki ochilishiga har xil nastroykalarni to'g'rilagan holda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Agar siz bu qulfni distansion tarzda boshqarmoqchi bo'lsangiz, bunga hub kerak. Hub nimaligini bilmasangiz, bizning YouTube kanaliga o'ting va bu to'g'risida batafsil ma'lumot olasiz. Yoki quyidagi nomerlarga agar aloqaga chiqsanglar, sizlarga hub nima uchun kerakligi va uni qanaqa turlari borligini tushuntirib, sizlarga ko'rsatib beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'linglar. Agar sizlarda qanaqadir qiyinchiliklar tug'ilayotgan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Biz har doim sizlarga yordam berishga tayyormiz.